do'stlar. Bugun sizlar bilan Buildrop saytiga qanday kirib va qanday ro'yxatdan o'tishni va tekin case ochishni o'rgataman. Qani go. Birinchi ochiladi Google kiriladi. Boshqatdan ko'rsataman. Keyin qidiruv poygachidan Buildrop yoziladi. Mana shunday. Keyin chiqib keladi o'zi. Keyin mana shu birinchida turganiga kirib, xo'p, mana kirib oldik. Meniki hozir ro'yxatdan o'tilgan. Hozir o'tishlaringiz uchun mana kirish so'zi deb turadi. Mana bu tarafga kirish so'zi turadi. Mana bu tarafga kirish so'zi turadi. Shu yerga Google 3 ta narsa chiqadi. Google dan osonroq bo'ladi bitta. Google dan qilmoqchi bo'lsanglar osonroq. Keyin bitta bironta akkauntlaringizni tanlaysizlar, keyin nomer terib bo'lib o'tkazib yuborasiz. Lekin tushunib olasizlar, keyin kirganinglardan keyin bunaqa case'lar bor turli. Har xil case'lar bor. Xohlasanglar mana bu yerdan o'tasizlar onanga menyusiga. Keyin bu yoqqa hisob to'ldirish bor. Keyin bu yoqqa hisob to'ldirishga o'tib, bu yoqqa har xil valyutalar bor. Hamster, Dogs, shunga o'xshash BTS. Keyin bu yoqqa Paynet bor, Click bor. Keyin bankomatlar bor har xilcha. Eng osoni Click tez tushiradi. Bu yoqqa Suite VIP yozsanglar 20% qo'shib beradi. Misol hozir bekor qilish bo'lsa, xo'sh mana. Misol biz 100 ming qilmoqchimiz, 100 ming so'm. Mana 63 ta berar ekan, 100 ming so'm adashmasam shunday. Yo'q, 637 ta berar ekan. Hozir mana bu yoqqa misol bom yozaylik, bom yozamiz. Amalga oshirishni bosamiz. Mana 715 ta, bu degani 110 tani qo'shib beryapti. Keyin bu yerdan shuni to'ldirib olib, keyin bu usta qilib bitta case ochsa bo'ladi. Keyin chiqarib olish. Chiqarib olishga menyu bosib yana mana bu yoqqa chiqarib oltin yozilgan. Bosiladi ustini. Bu yoqqa standoff, SK, Public, Roblox, Gens, Epic, Free File shunga o'xshash o'yinlarni pulterasa bo'ladi. Men misol PUBG'ga bosdim. Bu yoqqa o'zingiz PUBG account ID'sini yozasiz. Keyin pastiga qancha UC chiqarib olmoqchi bo'lsangiz, o'sha miqdorni yozasiz. Bulkcoin miqdorini, misol 98 yozsangiz, bu yerdan UC chiqarib olasiz. Shunday qilib UC chiqarib olishni bosiladi. Keyin UC chiqarib olasiz. Bugungi videoyim shundan iborat edi. Xayr, sog' bo'ling.